Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda qish uchun alohida salat tayyorlaymiz. Juda ham mazali, yaxshi chiqadi. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: bodring kerak bo'ladi, 1,5 kilocha. Bu yerda hozir bor ozginasini qilib, o'sha tayyorlash jarayonini ko'rsatib bermoqchiman xolos. 2 kilodan oshiq pomidor, qizil bolgarskiy. Yuvib tozalab oldik hozir buni. Bu kerak bo'ladi. Savs kerak bo'ladi, qizil savsi. Bir dona sarig'am qo'shdim. Sarig'am yaxshi o'zgacha chiroyam beradi. Chesnok, mana kattasini olib oldik. Chesnok kerak bo'ladi. Piyoz 5-6 dona piyoz kerak bo'ladi. Ukrop zelin. Ukrop ishlatyapman, 2 bog' ukrop. Garmdori, ya'ni qalampir ishlatamiz 1-2 dona. Achchiqligiga qarab. İşimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlab olamiz. Qolgan hammasini ish jarayonida ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Sabzlarimizni mana koreys torkadan o'tkazib olamiz. Mana shu holatda. Sabzlarimizni mana shu shaklda torkadan o'tkazib oldik. Birin-ketinlikda endi ustma-ust qolgan masalliqlarimizni ham to'g'raymiz. Bodringlarimizni xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Pichoqda to'g'rasangiz ham bo'ladi. Chiroyliroq chiqsin deb mana shu bunda to'g'rasak, chiroyliroq bo'lib chiqadi. Hamma bodringimizni shu shaklda to'g'rab olamiz. Yana salatimizni, markopchalarini, savzini to'g'rab oldik. Bodringimizni to'g'rab oldik. Shu shaklda. Pomidorlarni ham mana xuddi shu shaklda to'g'rab olamiz. Yarim oy shaklida. Katta bunaqa mayda ham qo'yarmaymiz. Hamma masalliqlarimizni. Mana bolgarskini ham to'g'radik, mana yuvib tozalab, mana shu shaklda go'shtni yaxshi qizil bolgarskiy bo'lganicha mana shu shaklda to'g'radik. Buni ham qo'shib olamiz yoniga. Chesnogimizni ham torkadan chiqarimizda xuddi mana shu shaklda somoncha qilib to'g'raymiz. Buni ham qo'shamiz. Pomidorlarimizni ham xuddi mana shu ko'rsatgan shaklimda to'g'raymiz. Piyozni esa juda mayda qilib, xuddi shu holatda to'g'raymiz. Hammasini halqa qilib buni ham qo'shamiz. Mana endi aziz obunachilar, tuzlarni qo'shamiz. Bitta osh qoshiqda 2,5 qoshiq solamiz. Keyin hali ko'ramiz, shunga qarab yana rostlab olamiz. Uksus 70%lik uksuzdan 2 osh qoshiq qo'shamiz. Tabga ko'ra murchlar qo'shamizda maydalangan kashnich urug'i. Buni tabga ko'ra qo'shasiz. Ko'katlarni ham har xil qaysi birini yoqtirsangiz, petrushkami, kashnichmi, ularni ham solsangiz bo'ladi. Men ukropdan foydalanyapman, ukrop solamiz. Ukrop ham yaxshi mazza beradi, aralashtirib solsangiz ham bo'ladi. Va albatta shakar solamiz. 4 choy qoshiqda shakar solib turamiz. Shakar bolgarskilar bilan juda yaxshi chiqishadi. Va salat yog'. 150 mg masallig'ingizga qarab o'simlik yog' qo'yamiz bunga.
salatimizni bir massaga kelguncha aralashtirib olamiz yaxshilab hammasini. Mana salatlarimizni aralashtirib oldik. Endi xuddi shu holatda xona haroratida 2 soatga qo'yib qo'yamiz ustini yopib. 2 soatdan keyin bankalarga joylaymiz. Mana aziz obunachilar, salatimiz bizniki hozir 3 soatdan oshiq turdi. Mana so'klari juda yaxshi berdi. So'klari bilan. Endi bularni hammasini bankaga birin-ketin joylab chiqamiz. Bankamizni sterilizatib qo'yganmiz. Bankalarimizga shu tarzda solib chiqamiz. Endi hammasini solib oldik bankamizga. 5 ta 1 litrlik bankada chiqdi. Mana o'zini so'kini endi har bittasiga taqsimlab quyib chiqamiz bankalarimizga. Mana endi qaynatish, sterilizat qilish uchun bankalarimizni tog'orachamiz tagiga sochiq solamizda bankalarimizni terib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Krishkalarimizni ham shunchaki yopib qo'yamiz. Endi gazga qo'yib yondan suv qo'yamiz. Suvimiz qaynab chiqqandan keyin hisoblaymiz vaqtini. Suvimiz qaynab chiqqandan keyin 15 minut qaynasa yetadi 5 ta bankamiz, 1 litrlik bankalarimiz. Bundan ko'pga qo'yimiz ezilib xunuk bo'lib qoladi. 15 minut qaynasa yetadi. Suvimiz qachon? Misol sovuq suv quyamiz. Mana bankalarimizni qaynab chiqqandan keyin 15 minut qaynadi. Endi bularni ehtiyot bo'lib olib burab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bankalarimizni endi birin-ketinlikda burab qopqonlarni yopib olamiz. Mana shu shaklda. Bankalarimizni ham yopib oldik. Endi buni ag'darib qo'yamizda 1 sutkaga o'rab qoldiramiz. Xuddi mana shu retseptda tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Ishonchli retsept. Necha yil mobaynidagi juda ham ajoyib. Qishda ayniqsa hamma mazasi uyg'unlashib juda ham zo'r bo'ladi. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada fikr izohlarni yozib qoldiringlar. Xayr, sog' bo'linglar.